Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Menimcha bunaqa narxga bunaqa mashina topa olmaysizlar. Sababi Gentradan ko'ra ancha yaxshi, Cobalt'dan ham ko'ra ancha yaxshi, lekin navorot jihatidan ancha zo'r bo'lgan mashina. O'zim shuni Xitoydan topib 200 ta zakaz qildirgan edim. Mana xudo xolisa bittasi sotuvga keldi. Bizdan boshqa model almashtirishayotgan ekan, shu hisobiga mashina sotilyapti. Qop-qora rangda, hech qayerda kraskasi yo'q, top-toza mashina. Xudo xolisa hech qanaqa ishi yo'q bo'lgan mashina. Ko'rayotgan bo'lsangiz, sostenasi idealniy turibdi. Hech qayerda to'chka-mochkasi yo'q. 2024 ichki salonlari, lyuklari bor, mana lyuklari bor. Tonirovkalar, ruxsatnomalari bor. Mana ichki salonlarni ko'ryapsizlar. 360 gradus kamerasi bo'ladi bunda, slepoy zonalari bo'ladi. Undan tashqari elektronik bo'ladi, hamma joylari, alikantari, bu yoqlari. Orqa tarafi mana spokойный, mana shu tarafi yonadigan bo'ladi. Sababi 1.5 ta oddiy turbinasi bor, atmosferisi bor. Bu turbinada spoiler bo'ladi, mana bular yonadi. Bagajlari ham elektron paket bo'ladi. Oldi orqasida parktronik datchiklar ham mavjud bo'ladi. Xudo xolisa, mashinaning hech qanaqa ishi yo'q. Olib tayyor haydaysizlar. Prosta bizdan boshqa mashina oshayotganligi uchun mashina almashtirib berilyapti. Xo'p, oldida parktronik yo'q, orqasida bor bo'ladi. Mana bu joy yonadi demoqchi edim, mana shu qismi yonadi. Ya'ni mashinaning eshigini qulflab olganingizda juda ham chiroyli podsvetkalari ishlab beradi. Xudo xolisa mashina yurishlari yumshoq, rasxodlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Rasxodlarni hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana 17800 km yurgan mashina. Rasxodlari ham juda ham ekonomik bo'lgan mashinalardan bittasi edi. Sababi hozir bizda assortimentda ko'payib ketganiga. Xo'p, mana yurganda ko'rinar ekan. Lekin rasxod mana hozircha o'rtacha 9 litr. Atak dalniyda 6 litrgacha tushadi. Ichlari ham ko'rasizlar, juda ham chiroyli, kompaktni Lenovo registratorlar qo'yib qo'yilgan. Xullas, tayyor olasizlar, haydaysizlar. Xudo xolisa, hech qanaqa bir rasxod qilmaydigan mashinalardan bittasi. Kimga qiziq bo'lsa, mashinamiz narxi 15900 qo'yilyapti. Xudo xolisa yana kelishtirib beramiz. O'zini tayyor zavodskoy stok holatdagi varianti nomer olib qo'linadi. Qolgan narsalari hammasi sizlarga o'tib ketadi. Kimga qiziq bo'lsa, yana kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Bilasizlar, har doim obunachilarim taraf bo'lganmi? Xudo xolisa, chiroyli narxida sizlarga bu variantni qilib beramiz. Bemalol pastga raqamga murojaat qilinglar, o'zim bilan gaplashib, yana kelishtirib beramiz. Mashina Toshkentda kelib bemalol ko'rsanglar ham bo'ladi. Pastga raqamga qo'ng'iroq qilsanglar, yana batafsil gaplashamiz.